Bugun sizlar bilan qo'lda qilingan lapshali tovuqli sho'rva bilan chesnokli non tayyorlaymiz. Tovuqli sho'rva xuddi yoshligimizdagi mazali chiqishidagi eng muhim narsa uyda boqilgan sifatli tovuq bo'lishidir. Tovuq go'shtini yaxshilab yuvib, qaynatishga qo'yamiz va sabzavotlarni xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olamiz va ularni asta-sekinlik bilan ortiqcha hidsiz sifatli slabada yog'larda qovurib olamiz. O'rta olovda barcha sabzavotlarni charaqroq qilib qovurib olamiz. 1,5-2 soat davomida past olovda qaynagan tovuq bulyonidan tovuq go'shtini olamiz va sabzavotlarni solamiz. Tovuqni terisini olib tashlab, uzuncha somoncha shaklida to'g'raymiz va bulyonimizga solib yaxshilab aralashtiramiz. Keyin bo'lsa lapshaga tayyorlagan xamirimizni olamiz, juda ham yupqa shaklda kesib 2 daqiqa davomida bulyonni qaynatib olamiz. Bu tovuqli sho'rva bilan chesnokli non o'zimga juda ham yoqadi, shuning uchun retseptini sizlarga ko'rsatib ketaman. Qirg'ichdan o'tkazilgan mozzarella pishlig'i, chesnok, ukrop va aynan slabadani smetanli mayonezdan solamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Smetanli mayonezda yog' miqdori kamroq bo'lganligi sababli mazasi ideal darajada zo'r bo'lib chiqadi. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring yoki tayyorlab berish kerak bo'lgan yaqinlaringizga jo'natib